Bugun obzorimizda zamonaviy, ekologik toza va har tomonlama tejamkor E-View Lite 5 va 7 elektr minivanlari. Qani ketdik. Bu minivanlardan pochta, kurerlik xizmati, muzlatgich yoki ko'chma do'kon sifatida foydalanishingiz mumkin. Minivanlarimiz 5 va 7 metr kub yuk hajmiga ega. E-View Lite 5 mashina o'lchamlari: uzunligi 4,5 metr, kengligi 1,7 metr, balandligi 1,9 metr. E-View Lite 5 yukxona o'lchamlari: uzunligi 2,1 metr, kengligi 1,6 metr, balandligi 1,4 metr. E-View Lite 7 mashina o'lchamlari: uzunligi 5,3 metr, kengligi 1,7 metr, balandligi 1,9 metr. E-View Lite 7 yukxona o'lchamlari: uzunligi 3 metr, kengligi 1,6 metr, balandligi 1,4 metr. Avtomobillarimizning og'irligi 208 tonna, 2,5 tonna. Yuk tashish qobiliyati 1 tonna va 1,2 tonna. Avtomobillarimizning to'liq zaryadda bosib o'tish masofasi E-View Lite 5 da 321 km, E-View Lite 7 da 341 km. Mashinamizning g'ildiraklari diskasi R15, shinasi bo'lsa 185 ga 65. Mashinamiz saloniga kelsak, bu yerda ixcham rul, ko'rsatkichlar tablosi, shuningdek radio, MP3 si bor. Bundan tashqari elektr eshik va derazalar, markaziy qulf tizimi hamda isitish tizimi va konditsioner bilan jihozlangan. Minivanlarimizni to'liq 100% quvvatlash uchun 5 soat va 6 soat kerak bo'ladi. Siz o'z biznesingiz uchun bunday minivanlarni olgan bo'larmidingiz va bularga nechta pul naqd berardingiz? Izohlarda qoldiring. Fathan. Easy move.